Assalomu alaykum. Bugungi kunda bo'lsak, So'yla jamoasini g'alaba bilan tabriklayman. Keyingi bosqichga chiqqani bilan tabriklayman So'yla jamoasini. Bugun juda yaxshi o'yin ko'rdik. Yoshlarimiz uchun o'ylayman maktab bo'ldi desam adashmayman. Chunki Yo'llar jamoasini asosan ko'rdingizlar. Mana ularga katta maktab bo'lgan. Asosiy tarkib futbolchilarga qarshi maydonga tushgan katta maktab bo'lgan. Bugunga keladigan aytmoqchiman. Bizni jamoamizda asosiy tarkibimizda juda ham ko'plab jarohatlar bor. Shu sababli yoshlarimizga imkon berdik. Yoshlarimiz shunaqa o'yinlar orqasidan katta maktab bo'lib, keyingi o'zlarini keyingi bo'ladigan o'yinlarga bu tayyorgarlikda o'zlarini keyingi hayotdagi futboldagi o'zlariga mustaqil hayotda o'z faoliyatidagi keyingi o'z faoliyatidagi o'yinlariga o'zlariga baho qo'ya oladilar. Yana bu maqsad So'yla jamoasini